Qancha bo'ldi senga missiya bermaganimga? Sotib kelasanmi? Nima telefonda sotib kelasan? Nima telefon kerak senga? Farqi yo'q. 15 Pro Max 512 talik. 8. Voy, 8. Bo'ldi. 17 Pro Max 1400. iPhone 12 mini necha pul sota olasan? iPhone 14. 14 o'zimi? Ha. 300. iPhone 14. 13 bo'lish kerak bu. Necha pul? 300 da примерно bu. 300 emas. Qaysi birini 300 deding hozir? Mana 300. Yo'q, buni 320 sot. Buni buni ham 320 qo'yur. Bu menimcha 200 olsizlar bu. Berib turchi. Hozir ko'raychi bitta. 77 yo'nqis ekan. iPhone 14 bu. 128 talik. Ha, buni 380 sotgan, xo'pmi? Men senga missiya berdim, ha, sotib kelgan. Men senga mana shu kechgacha muhlat beraman, xo'pmi? Obedlarda kelsan ham bo'ladi. 5 soat, qani. Ko'rishamiz. Men ketdim bu yoz. Jiddiy oling missiya berganmisiz? Ha. Missiyasi bajaribdi, sizga pul beraverdi. Bugun Yo'q. o'shanga. Necha pul sotdi? Bilmadim, sanab oling. Aytgan narximga sotibdimi? Nima deyapti u? Aytgan narxlarga sotdim-da, bilmadim, orada 1-2 so'm kam bo'lishi ham sanab oling. Bo'ldi, o'zim hisob kitob qilib olaman buni. Yo'q. 7 ham beraverdi aytgancha. iPhone 7 mi? Ha, buni konkursga otuvdik buni. Xudo xolasa 20-sentyabr kuni buni berib yuboramiz. Telegramga obuna bo'lib qo'ysa bo'ldi. Telegramga faqat. Ha, mana shu 32 talik 83 o'nqisi. Telegramda uni o'raladi, orda. Ha, bo'ldi. Gap yo'q. 5 soat.